Kombinat bozoriga piyoda chiqaman deganlar uchun kombinat kanechkasidan 4 qavatli binoda 4-qavatidan ko'rib turibsizlarmi? 2 xona, 3 xona qilingan videoda batafsil ko'ringlar. 21 ming deyapti uyda egalari. Xudo xolasa samolyotdan olib 21 ming deyapmiz. Baraka bo'lib ketadi. Videoda oxirigacha ko'rib, bitta like bosib qo'ysalaring. Akalarim, opalarim videoda ko'rishdan oldin ogohlantirib qo'yaman. 21 ming dollar oxirgi narxi. Talashim ham ko'rdim. Nikak iloji yo'q ekan. Oxirgisi shu ekan. Xonadonga kirib kelishimiz bilan o'zini shunaqangi sanuzel mavjud. Sanuzel ozgina remonttalab, lekin qolgan joylari polniy aboy qilib qo'yilgan. Kirib kelganlaringda to'g'rida mana oshxonani detskiy xona qilib qo'yilgan. Ko'rib turganlaringdek 2 xona, 3 xona qilingan. Bu joyda mebellari 90% qoladi. Mana Wi-Fi va Wi-Fi ham qoladi. Balkon oshxona qilingan, gazni ko'ryapsizlar. Bemalol qishin-yozin gaz bor. Maktab, bog'cha juda ham yaqin joylashgan, bozor ham yaqin joylashgan bu joyda. Xo'p, do'stlar, ko'rib turgan joyimiz spanniy bo'ladi. O'zini zilonli zonalariga, detskiy plashatkalarga qaragan bo'ladi. Xo'p, do'stlar, devorlarimiz apshikka bo'lgan, gipsokardon bo'lgan, to'pan aylamaydi, bemalol qish kunida. Xo'p, batafsil ma'lumot olish uchun ekrandagi raqamga aloqa qilasiz.